Men ko'maman. Sen kimsan? Sadzev, sen kimsan? Men yangi gavandasi Billy. Bugun biz 5 xil club sandwich restoran kafelardan zakaz qilib yeb baho berib qolamiz. Ketdi. Let's go. Birinchi zakazimizni Fedapdan bo'lyapti. Hop, kelish vaqti 20 minut, 30 minut o'zida ko'rsatyapti. Narxga keladigan bo'lsak, qilib uchmaysiz. Hop, ikkinchi zakazimiz keladigan bo'lsa, Maxway'dan zakaz qilamiz. Maxway udobstvasiga keladigan bo'lsa, xohlasanglar free bilan, xohlasanglar freesiz ham zakaz qilsanglar bo'lar ekan. Qanaqalarni yozibsan? Sneklarni yonida. Yana bitta plyusi Maxway ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Xohlagan sous tanlasanglar bo'lar ekan. Bitta ketchup tekin. Hop, men sirli sous tanladim. Maxway'dan zakaz qiling, narxga keladigan bo'lsa 42 ming so'm. Kelish vaqti buniki yaqinroq ekan, 15 minut, 20 minut. Tayinladik hozir ketdi. Zakazimiz tayyor. Endi sadzi sanqatdan zakaz qilasan. Oqtepa legenda. Mana zakazini qil. Oqtepa lavashdan zakaz qilamiz. Bular dastlabki vaqtli 25 minutdan 35 minutgacha ekan. Bu narsani Yandexdan qoldirdi, lekin Yandexda yopiq ekan bu narsa, оплата при наличии. Hozir endi uzun tezkordan qilamiz. Оплата ketyapti. Buni narxi club sandwich 41 ming so'm ekan. Zakaz ketdi. Keyingi bizda uzdoner bo'ladi. Uzdonerimizda 35 minutdan 45 minutgacha ekan dastlabki vaqti. Hop, club narxi 35 ming ekan, lekin uzun tezkorda minimal zakaz 40 mingdan bo'lgani uchun, ya'ni yoniga risk qo'shdi 6 ming so'm ekan. Qayerdan zakaz qilsam ekan? Turch tijoy bilardim. Ismi nima? Nazarli kechi to'rttalardan kirzochlardan tushirdim. Qani zakaz qil, narxi necha bilagan? Baruli, no? Club sandwich Samsung. Bularni ko'riniz? Qani bitta ko'rsatib qo'y. Ana. Narxi 33 ming ekan. Shahar doimgidek uzunlik problema 40 minglikdan ochiq zakaz bo'lishi kerak. O'shanga bitta yoniga suv ham qo'shib oldik, zakaz qildik. Hozir kelgandan keyin buni yeb sizlarga aytamiz. Zakaz vaqti 30 minutdan 40 minutgacha ekan. Hop, hamma zakazlarimiz yetib keldi. 5 ta zakaz qilganlarimiz bir yarim soat, 1 soat atrofida hammasi keldi. Hozir endi bittadan ochib, yeb baho beramiz. Hamma narxini, qancha ketganini, rasxodlarini sizlarga video oxirida yozib qoldiramiz. Zakazimizni ketib, bu yerda hop, sухой салфетка, влажный салфетка, и o'zini ochib ko'ramiz. Zubachistgan bor ekan. Free bor, kartoshka free и 4 ta klap. Shu klassik endi yeb bunga baho beramiz. Hamda eng birinchilardan kelgan mana shu bo'ldi. Joshdi. Billi oltani. Severarkanman endi bu yerda. O'dod. Aytib o'tish kerak. Billagan yoqimli ishtaha yo'q. Xavisini ja ko'p solishmadi. Rustam. Ne to'g'ri o'ziga gap yo'q, yumshoq qilib pishgan. Souslar me'yorda. Hamda biz ko'rayotgan bo'lsak, nachinkasi bir xil solingan. Bir xil klaplarda hammasidan chiri-chir quruq qoladi. Lekin men minusini sal sezganday bo'ldim, sal uzr. O'to'lon sal ko'proq so'radi. Kapusta bo'ladi ichida. Bodring sal ko'proq ekan, sal o'shasi. Nalibitili. Nalibitili to'g'ri. Endi men Hatta ko'p bo'lgani yaxshi, hazmga tez yordam beradi. yaxshi ozasan. Uni feedbackga bahoyim 10 dan 7 ball. Chunki hammasi balans zo'r, menga yoqdi. Men dastavkasini tez kelganiga hisobini olib 8 ball beraman. Billi 6. Bizda ikkinchi bo'lib kelganlardan Maxway bo'ldi. Maxway tamom tatib ko'ramiz. Bu упаковка. Sal, Упаковка. İçeride ha. bitta minus tarafiga keladigan bo'lsa, kartoshka friesini ichiga Ochilib solishmadi. Bitta kaboblaganmi, nimadir qilib solib qo'yishmadi. Sochilib ketgan, bo'sh ichida frisi bormi? Idishi bor ekan. Skitkasi bor ekan. Ichida bitta dona frisi bor. O'sha yog' bosib ketgan, qurtishmagan. O'sha minus, bu bitta va 2% minus. Конечно. Buni ichiga keladigan bo'lsa, salfetka, sous va tekin sous qo'shib berishar ekan. Biz sirli sous tanladik. Hamda yoqimli ishlarga ta'min ko'ramiz. Rahim bismillah. Ha, nima juda bor. O'tib qoldi. Voy, juda yoqaladimi? Lekin taxlanishiga gap. Ishtahani ochyapti. Souslar ko'p. Souslar yangi ko'p. Mana bular unchalar mana вообще o'qiyotibdi.
Sousning ta'mi yo'q почти. Lekin tuz ko'p bo'lganidan ta'mi yo'q. Sochning gapi yo'q lekin. Lekin bundoq yeb ko'ramiz. Salonisi yo'q. Tuvugi unchalik ta'm berishmagan. Kler основной bo'lib qolgan. Men ham bilmadim. Cho'talatroq. Men baholarim keladigan bo'lsam, bu kelishiga, upakovkasiga уже minus va balki mazasi sous ko'p, lekin sous mazasini tushunsa bo'lyapti. U sous ko'pligidan уже tovuqning ham mazasi ketib qoldi. O'zim baholarim keladigan bo'lsa, tovuq baho beraman. Sizga-yu? Frisi ham neto. Boyatgan yog'li qo'ygan, ham qurt qo'ygan, rangi ham yo'q. Dastlabki tezroq keldi, xursandmiz bunga. Bunga plus ball. Hamma sochniklariga minus ball ketyapti. O'shaning uchun bahoim 5 lar. Belli. Ha. Tuz qo'ymachi yordim. Bo'lsam sabzisida umuman mazasi yo'q. O'shundan mazza bo'lmaydi. Lekin mana Sabzi? yo'q, sabzisi bor, viyali deyapsan. Sabzi yo'q u yerda. Bor o'rtoq. Qani sabzi? Nima sabam yashil nima? Bodring bu. Bodring. Bodringni qanday mazza bo'ladi? Bodringda mazza yo'q. Yo'q, qara, bodring qasoq qusur bo'lishi kerak-ku. Tushundingmi? Unda yo'q. Nima ekan? Ha. Sevishini yo'qotgani ma'qul. Sevishini yo'qotgan, ha. Bahoim 3. Bash taqalgan ana shu 3. Sal to'g'ri ketib bormoqchi bo'lgan 3. endi bu bizani bilganimiz. Vidapga Maxga qarshi unaqa narsalarimiz yo'q. 3 zakazimiz Oqtepalardan keldi. Bo'ldi, tezroq, normalniy. Buni tatib ko'rish kerak. Ko'ramiz hozir. Oqtepa do'stlar ancha yillardan beri. Yo'q, lekin gap yo'q. Prям kompaktniy ishlanib turgan. Prям santimetr millimetrgacha cho'p turib ichida. Oy. Ko'kilib ketmagan. Idishi ham kattaroq. Zo'r. Mana qizil tagoy ko'zini rang. Ana buni ochib endi yeb baho berib ko'rish kerak boshqa. Sal barib chiqib ichida atak. Vayna bo'ldim bu yerda. Mana bor, sal. Ikkita zdание turtirsam turilgani? Осуждаю. Спокойся, baholaymiz uni. Hop. Lekin minus tarafi kichkina и souslar ham zo'r chiqib turibdi. Ikki, mana sal o'ziga ko'rsatib, o. Kartoshka free. O adal ketdi o'sha ikkinchi soniyamizdan. Ham yaxshi qilmagan kartoshka free ichiga organlarga yetib qolgan. Bilmayman u bitta minus обязательно unga. Lekin bagovkasi gapi, просто reklamalar shunaqa yaxshi ko'rsatib ham bo'ladi endi. Давай. Yemiz. Chiroyli o'rtog'ini olib qo'yaman. Boyitib turgan narsam bunda shunaqa ekan. Chetlari quruq qo'ygan, suvni e'tibor berilgan. Bismillah. To'g'risi keladigan bo'lsa, bundan oldingi zakazga o'xshab yumshoq emas, qanaqadir qattiqroq, ko'p o'chanish kerak bor. Lekin sos sezmadingmi? Sus yo'q. Men sos yo'q ekan. Yo'q, qanaqadir oq sous bor, lekin непонятно что. Ni ham bizda hozir обычный bo'lib qolgan sirli sous yoki mayonez yoki ketchup emas. Endi yengillik qilishibdi. Ni ham bodringga keladigan bo'lsa, bundan oldingi rolikda aytilgandek, buniki qattiqroq, svejiylik bilinyapti. Sizlar bahoyinglar. Bodring keladigan bo'lsa, bitta bodring. Bundan oldingilarda ikkita. 4 burchagida 4 bittadan bodring ekan. Keyin aha degan bo'lsa, sos bilmayman, men aytib turishab qilganman. Misol mana 100% desa, 10% da mana bitta anaqa bor. Bo'ldi, mana bitta quruq. Tushundingmi siz? Bo'ldi, aha. Mana bahoyim. Davosdan Keladigan bo'lsak, 10 dan 7 beraman. Chunki quruqroq, lekin tovuqlar keladigan yumshoqqina, zo'r pishgan, kilar ham to'g'ri mazalari ham minopti. Hamda sirni o'zi sir qo'shilgan ustiga, ya'ni mazali ekan, yoqdi. Tovarlari svejiy. Kim? Men bahoim keladigan bo'lsa 6 baho beraman. Men 6 berdim. Sal chetlari qattiqroq bo'lib qolgan, keyin yeganda sal ko'proq chaynash kerak. Sal qattiq o'zi o'pshi qilib, lekin frisi keladigan bo'lsa men yeb ko'rdim, mazasi yaxshi, yog'i ko'p emas. Bellisan bahoim. Yo'q, lekin bir tarafdan ustidan yog' kam ekan. Mana bir xillarni ochdi ko'rdim, mana korobkasi yo'llari shilpa bo'lardi, yog'i kam gapi. Hop, tovuqsiz zachot, tovuqsiz gap yo'q, bilan mazasi bilinyapti. Sirligi vashi volaydi ekan. Lekin nima, sousi menga yaxshiroq, balki kamroq yashashi boyga yo'qmadi, bir yo'q ekan. Yallay ko'proq beraman, 8 beraman. Bo'ldi, kengaysa ketdi. 4-chi sandwich qilyapmiz. O'zbekdanlar ismi neobычный menga yoqyapti ismi. Qani buni endi ochib, baho berib ko'ramiz.
Kötü var ama O'zbeklar bu. Hazili bilan ot go'shtidanmi? Wow, do'stlar, hazırlı bo'lsa, bu qanday ko'radi lekin. Bu ris qo'shimcha emas, просто 40 minglik zakaz berish uchun o'shanga aytilgan. Zalga qilib qo'yadi. Lekin yaxshi tarafi ikkita komplekt chiqdi. Kompaktni to'kilmagan ben. Umuman yo'q lekin. Kommentariy patriotlarga yozib ketinglar. Kim ham Wow. Ideal. Allohga respekt. Hamma narsa ideal. Ideal. Ishlama bo'lmagan, favila joyida, yog'i chiqib ketmagan, yumshoq. Endi yeb baho berib ko'ramiz. Otaboshi. Voy, mana qaranglar. Yumshoq. Mana qarang, idealni taxlangan hammasi. Ham oxirigacha kesilgan. Ya'ni patriot bo'lamiz deyman. Ishtahani ochib oldi. Bismillah. Bitta narsani aytib tushunib ketishim kerak, chunki men yaxshi ko'radigan narsam to'g'ri, zo'r pishirilgan, qizil darajagacha. Asosiy alohida respekt. Men hamda sirlari ham qalingina, to'g'ri. Вообще yumshoq, siri voy. Uzr, qo'y. Вообще yumshoq, sirlar вообще chutki. Wow. Yaxshi ko'radigan narsam sirdan shunday sezilib turib, tilisa oladi. Undan oyisi ish qilayapsiz sirri. Bunday planlaydi seziladi, o'sha narsa sezilgan bo'pti. Allohga respekt. O'zdan idealliga. To'xta olmaymiz, undan kechishni oxiriga jeb qo'yamiz. Bahoni berib olaylik. Xo'p, men bahoyam 10 saman bo'ladi. Dastavkasidan kechikmadi. Upakovka zo'r, mazasi hammasi joyida. Men shuncha zakaz qilganlarning ichida hozircha favorit mana shu O'zbek danardan zakaz qilardim qilib. Bu hech qaysi reklama emas. O'zbek danariga bahoyim keladigan bo'lsa 9 ball beraman. Nega desangiz, bari souslar ideal darajada emas, ozgina yetmay qo'yaman. Bilsanglar boya aytgandek, klapda chetga qarayman men. Chunki ko'pchilik o'rtaga hisob qo'yadi bo'ldi. Bu chetda qurib, boshqa narsa yo'q. Ataring tamay keladigan bo'lsa, masallar keladigan bo'lsa zo'r. Просто Boldiringa endi asobiy e'tibor beramiz. Boldiring unchalik qattiq emas, unchalik yumshoq ham emas. Zo'r, svejik. Milliy bahoyim. Starsiya turishlasizlar. Reset turish kerak. Bitmayet. Короче, вообще четкий, компактный, o'zingiz ko'rdi, turburchi idealniy turibdi, kartoshka fillar voday, hozir o'zim ko'rdim. Sirlari ko'p, voy, mana shu sir tuv voday kelishyapti lekin. Ana mazasidan topgan bir-biriga. Tuvi ko'p. Misol, ikkita bundoq narsalar taqlansa, ikkalasi ham faqat anaqasi qo'yib qo'ygan. Bilgan, lekin reklama emas bu o'rtam aytganda. 10 dan 10 beraman lekin, o'sha uchun shani topamadim bundan. O'zim minus qidiradigan odamman, lekin minus yo'q 10 dan 10. Eng oxirgi klapimizda tunesli bo'ladi, endi uni yeb baho berib Bu qo'yamiz. qiziq bo'ladi lekin u lekin. Hammaga qiziq. Hop, bu mazali, mana shu qiziqqan narsa. Ochib ko'ramiz buni, cho'ti ko'rinishlari yaxshi talaban cho'tki chiqqan. O'sha aytganimizdek, bu klaplarning ichida boshqachasi, neobычный yengili, o'zimizdan birinchi marta yeb ko'rishimiz bunaqa mana shu. Hech kim yemagan demoqchi edim. Kutilgan narsa bo'lmadi. Biz to'rttalik deb o'ylayapmiz. Bu nima deydi? Tunet. Tunet. Bu godamizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu kompaktniy, chiroyli. Ana do'konda bo'ladi. Ha. Yo'lagan marketing yaxshi ishlatdi degan san reklama. Dok, sandwich narxi 29 ming so'm edi. Lekin narxi bundoq solishtiradigan bo'lsa, endi balonni hisobiga olgan. Halol bo'lamaydi narxlarni. halol sertifikati bor, farmatsiya. Hop, 70 so'm, vydaющийся тунецкий хлеб. Milliardama tunets, sir, xrushtash. O'qisang, nafang yo'q, bo'lmasa o'qima. Yoki bizga bittani beringlar. O'qi, qanday ko'raylik? Halol belgisi bor, g'landisi bor aytib o'tganidek. Hamda nima qilasan buni o'qib? Nima javob beringlar. Rosa qizlar olsin deb. Nagar och. Ha, anladingmi? Tanishamiz bor, вооружен deymiz. Buni endi qanaqa qo'yamiz? Xudo lekin свежий balon xudoni beryapti. Lol. Buloqbek berman o'zimdan. O'rtoqlar, o'zingsan. Professionalsan, jiyanim. Asal ham bundoq tursang. Eng ko'p minusni keyin Yopishoq olgan. yopish qolgan emas, ichida dimlanib qolganda, yumshoq qolgan. Sevishasiz, mana shu balki. Lekin bu narsa aniq dietitskilik ko'rinib turibdi. Qoradan.
hamda souslar ko'rinmayapti ichida. Просто ovosh. O'shni ham ushlab tur. Burada hidinligi sezilib turibdi. Nonlari hozir bo'kib qo'ygan. Yopish borda bir-biriga kerak bo'lsa. Gapirsa gap Hammani ko'p. beramiz. Qani deb ko'ringlar buni. Shu cho'ttalar bor. O gapirib turib, gapirib turib. Yo'q. Nima? Yeyishimiz mi? Neyse bo'ladi. May cheti tushib qoldi, bola chetdan ajratib berishdi. Dislike. Bu narsa keyin asosiy keladigan bo'lsa, pashtet, yani baludan qilingan suyulgan, ko'kat, ozgina qanaqa sous olib. To'g'risini aytaymi? Yemagan bo'lardim buni men. Plus. Bu ani o'zini любительlari bor, atak olib turib bundoq yomaysiz. Mazasi yomon emas, ani g'alib ko'ngilni aytmaydi, bo'lsa yoqmaydi odamga. Hidi bor, bu butun o'sha xonada hidi. O'ynab olishmasa. Tishlarni ham yo'q olish kerak. Mani bahoyim keladigan bo'lsa bu narsaga. Yo'q, to'xta. Bahoying bermasindan oldin bu любитель degandagi ularga qarab turlarga любительga qarab O'zim o'rgan. o'zim bahoyim 6. Chunki haqiqatan aytilgan любитель. Bahoyim 3-2. 2. Uzurlarga. To'g'ri. bu narsa to'g'ri oddiy anaqa odamlar yemaydi ham, yoqmaydi ham. Lekin dietetический olib yeydigan odamlar uchun zo'r dietetический talabda 10 baho lekin oddiy olib yeyishingizga 2 baho mana. Biza mazali tarafga hech qanaqa unaqa narsamiz yo'q. O'zimiz ham fikrimiz bor. Hop, lekin hop, ko'pi zo'r bo'ldi, bir xillarga savol turildi, bir xillarga shu har xil narsalar bo'libdi. Lekin o'zi bir favorit yutdi birinchi o'rin. Endi ikkinchi o'rinda o'tirgan, cho'z o'tirib kelyapti. Sanangni podxodda tugatamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Keyingi video qanaqa bo'lishini xohlasanglar kommentda yozib qoldiringlar. Keyin yangi ishtirokchi birligiga nima deysizlar? O'zingizlarning bahoylarni qoldiringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha Podpiska esdan chiqmasin. salomat bo'linglar. Подписка!